Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun Kali Linuxni buzib qo'ymaslik uchun muhim sozlamalarni amalga oshiramiz. Bunda snapshot, ya'ni rus tilida sinimki degan buyruq bilan tanishamiz. Oldingi darsda biz Kali Linuxda internet va tarmoq ishlayaptimi shuni tekshirgandik. Bugungi darsda Kali Linuxni buzib qo'ysak qanday oldingi holatga qaytaramiz degan savolga javob beramiz. Buning uchun VirtualBoxda snapshot degan imkoniyat bor. Snapshot, ya'ni sinimki bu tizimning hozirgi holatini saqlab qo'yish bo'ladi. Masalan, keyin biror narsani buzib qo'ysangiz, o'sha oldingi sozlangan holatga qaytib olasizda. Qayta o'rnatmaysiz. Oddiy qilib aytganda, snapshot bu Kali Linuxning rasmini olib qo'yishga o'xshaydi. Masalan, hozir Kali Linux yaxshi ishlayapti, internet bor, terminal ishlayapti, dasturlar joyida mana shu holatni saqlab qo'yishimiz kerak. Keyin xato buyruq yozib qo'ysangiz yoki sozlamalarga qanaqadir o'zgartirish bo'lib qolsa, snapshot orqali orqaga qaytaramiz. Demak, snapshot uchun hamma narsa joyida bo'lishi kerak. VirtualBoxda snapshot degan narsa bor. Masalan, mashinada mana menda ruscha mana сидела снимок состояние bosamiz. Demak, nom beramiz. Masalan, yaxshi holat. Bu yerga xohlagan narsa yozib qo'yish mumkin. Masalan, 2026 05 02 masalan. OK'ni bosamiz. Snapshot saqlanyapti mana. Tushunarlimi? Shu holat saqlanadi. Masalan, Kali Linuxda endi nimadir bo'ldi deb hisoblaymiz. Masalan, internet ishlamay qoldi yoki tizim noto'g'ri sozlandi. Bunday holatda VirtualBoxga kiramiz. Tushunarli? Mana Kali Linux tanlaymiz. Mana Kali Linux. O'tdik. Bunda Kali Linuxda turibdi o'zi. Endi o'sha boyagi sinimki, ya'ni snapshot bo'limi mana. Sinimki, tushunarli? Mana shunga bitta bosamiz. Mana tekushi состояние, yaxshi holat turibdi. Tushunarli? Ustiga bosamiz. Bizda hozir ishlab turgani uchun bu yerga kirmayapti, lekin mana shunga kirasizlar, bo'ldi, tushunarli? Oldingi holat qaytadi. Tushunarli? Mana bizda hozir ishlab turgani uchun mana tugma yo'q. Bo'ldi, mana shu narsa snapshot deyiladi. Kali Linuxda ishlaganda 5 ta qoidani eslab qolish kerak. Tushunmagan buyruqni yozmaslik kerak. Internetdan ko'rgan kodni darrov terminalga qo'ymang-da. Muhim o'zgarishdan oldin shunaqa snapshot olib qo'yish kerak. Begona tarmoq, sayt yoki kompyuterda tajriba qilmaslik kerak. Har bir darsdagi amaliyotni faqat o'zingizni laboratoriyada bajarishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Hozircha shunaqa. Barchaga rahmat, salomat.